BB Cars avtosalonida qanday avtomobillar bor, ularning narxlari qancha va 12 oyga olsangiz, oylik to'lov qancha to'laysiz? Bugun har bir avtomobilning asosiy fishkasi, narxi, nasiya shartlari va bizdagi bonuslarni qisqa hamda tushunarli ko'rsatamiz. Ularni naqd pulga yoki 50% boshlang'ich to'lov bilan nasiyaga xarid qilishingiz mumkin. Keling, avtomobillar bilan yaqindan tanishamiz. Birinchi avtomobilimiz Dongfeng Aeos L7. Bu avtomobilimizning asosiy fishkasi $22,000 narxda 518 kilometrgacha yurish zaxirasini tashkil qiladi. Avtomobilimizning narxi $22,000, boshlang'ich to'lov 50%, ya'ni $11,000. Taxminiy oylik to'lov esa $1137 ni tashkil etadi. Arzon narxda elektromobil izlayotganlar uchun ushbu avtomobilni taklif qilamiz. Ikkinchi avtomobilimiz Deepal S07 230 Ultra. Bu avtomobilimizning narxi $29,000. Boshlang'ich to'lov $14,500, oylik to'lov esa taxminiy $1,500 dan chiqadi. Zamonaviy, texnologik va e'tibor tortadigan gibrid avtomobil qidirayotganlar uchun Deepal S07 230 Ultra taklif qilamiz. Navbatdagi avtomobilimiz Dongfeng Aeos L8. Bu avtomobilimizning asosiy fishkasi to'liq zapravka bilan 1400 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Bu avtomobilning narxi $29,500. Boshlang'ich to'lov $14,750. Taxminiy oylik to'lov esa $1,524 dan. Keng salonli va uzoq masofani bosib o'tadigan oilaviy avtomobil qidirayotganlar uchun Aeos L8. Avtosalonimizdagi eng premium avtomobil L9 Ultra. Bu avtomobilning narxi $66,500. Boshlang'ich to'lov $33,250. Boshlang'ich to'lov $33,250. Oylik taxminiy to'lov $1,524. Taxminiy oylik to'lov $3,450. Premium qulaylik va katta oilaviy salon kerak bo'lsa, L9 Ultra avtosalonimizdagi eng zo'r taklif. Avtosalonimizdagi avtomobillarni xarid qilganingiz uchun quyidagi bonuslarimiz mavjud. Birinchi bonusimiz tonirovka. Ikkinchi bonusimiz rustifikatsiya. Uchinchi bonusimiz esa avtomobillar uchun poliklar. To'rtinchi bonusimiz esa avtosalonimiz tomonidan taqdim qilinadigan 3 yillik garantiya. Agar o'zingizga mos avtomobilni tanlagan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning.